Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli din qardoshlarimiz, hurmatli do'stlarimiz. Hozirgi soatda, hozirgi minutda biz aeroportda ham biz izgi safarlarga, Hajga, Makkaga yo'l tutamiz, Umraga. Bek to'lqinlanam. Birinchi topqir shunday izgi yo'llarga chiqamiz. Ham endi sizga da boringizga da mana shunday yo'llarga chiqargan nasib bo'lsin. Alloh taolo shunday baxtlarni baribizga da nasib bo'lsin. Bizga endi izgi xayrli safarlar, eng muhimi qabul bo'lsin. Sizga endi baringizga da eson-sog' turib bizni kutarga. Ham endi bek zo'r rahmatini bildirtasim kelar. Dum haj irtig'am, chunki mana bu bek zo'r sharani ularning yordami bilan biz boshqaramiz. Eson-sog' yurib qaytgan nasib bo'lsin. Ассаламу алейкум всем мусульманам, всем сестрам и братьям. Я нахожусь в аэропорту и немножко волнуюсь, потому что сегодня исполнится моя самая заветная мечта. Я думаю, это мечта всех мусульман. Мы отправляемся в священный путь на священную землю Мекки. Киши хаджга, малый хадж, паломничество.